اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. 5-ci qissa İbrahim alayhissalom. Butlarni kimchoqdi. Nihoyatda uzoq zamonlar ilgari bir shaharda turli mashhur bir odam bor ekan. Uning ismi Azar bo'lib, u butlarni yasab sotadi ekan. Bu shaharda yana nihoyatda cho'ng bir butxona bo'lib, uningda nurg'un butlar bor ekan. Kishilar bu butlarga bosh urdi ekan. Azarmi butlarga ibodat qildi ekan va unga bosh urdi ekan. Azarning bolasi Arzana pulma aqlli bir bolasi bo'lib, uning ismi İbrahim ekan. İbrahim kishilarni butlarga ibodat qilib, unga bosh urayotganligini ko'rib turdi ekan. İbrahim butlarning tashni yasalganligini, ularning so'zlayolmaydiganligini, anglayolmaydiganligini va birovga qilchilik foyda ziyonni yetkazolmaydiganligini bildi ekan. U yana agar butlarning ustiga chivilar qo'yilsa yoki butlarning oldiga tizib qo'yilgan tomoqlarni chashqonlar yeb ketsa, butni ularni haydab o'tolmaydiganligini yaxshi bildi ekan. Shunga İbrahim kishilar nimishqa butlarga sajda qildigandi, nimishqa tilaklarini butlardan tilaydigandi deb o'z-o'ziga savol qo'ydi ekan. İbrahimning nasihati. Bir kuni İbrahim otasiga mundaq debdi: "Ata, siz nimishqa butlarga ibodat qilasiz? Nimishqa uningga bosh urasiz? Butlar so'zlayolmasa, anglayolmasa, birovga qilchilik foyda ziyonni yetkazolmasa, nimishqa tilaklaringizni uningdan tilaysiz? Butlar yeb ichmasa, nimishqa uning oldiga tomoq va sharoblarni tizib qo'ysiz?" Azar tushunmasdan g'azablanibdi. İbrahim qavmga nasihat qilibdi. Biroq ular mu tushunmasdan g'azablanibdi. Ular bir yerga ketgan chog'da men butlarni sundirib tashlayman. Ular ana shu chog'da tushunib qoladi, debdi İbrahim o'z-o'ziga. İbrahim butlarni chiqib tashlaydi. Bayram yetib ketdi. Cho'ng kichik hamma odam bayram qilg'ili chiqib ketibdi. İbrahimning otasi chiqish oldida İbrahimga "Sen biz bilan birga chiqamsan" debdi. "Yo'q, men og'rib qoldim" debdi İbrahim. Kishilar bayramga ketgandan keyin uyda yolg'iz qolgan İbrahim butlarning oldiga kelib, "Qani so'zlamamsizlar? So'zimni anglayotamisizlar? Bu tomoqlarni yeb, sharoblarni ichmamsizlar" debdi. Biroq butlar tashni yasalgan bo'lg'achqa, ulardan hech qanday sado kelmabdi. "Voy, sizlarga nima bo'ldi? So'zlamaysizlar-ku" debdi İbrahim. Butlar yana sukut ichida turaveribdi. G'azablangan İbrahim qo'lga paltini ilib, butlarni hammani chiqib tashlabdi. Biroq cho'ng butni qoldirib, uning bo'yniga paltini esib qo'yib, chiqib ketibdi. Buni kim qildi? Kishilar bayramni qaytib kelib, butxonaga kiribdi. Bayram munosabati bilan butlarga bosh urib, xushalliqni ifodalamoqchi bo'libdi. Biroq kishilar butlarning chiqib kelganligini ko'rib, hayronlikdan cho'chib ketibdi. G'azabdan ko'zlari chekchiyibdi. "Bizning butlarimizni kim bunday qildi?" debdi ular. İbrahim ismli bir yigitni ularni ayblaganligini anglagan edi. Ehtimol shu qilgan bo'lishi mumkin deyishibdi. Ularning ba'zi "Ey İbrahim, butlarimizni sen shunday qildingmi?" debdi ular. "Yo'q, men emas, balki ularning mo'nochig'i shunday qildi. Agar ular so'zlay olsa, kimning chaqqonligini ularning o'zlaridan so'rab yiqinglar" debdi İbrahim. Kishilar butlarning tashni yasalganligini, tashdan so'zlayolmaydiganligini va anglayolmaydiganligini, cho'ng butning o'xshashla tashni yasalganligini, boshqa butlarni chiqib tashlay u yoqda tursin,
öz o'rnidan midir-sidir qilolmaydiganligini bildi ekan. Shunga Ibrohimga, "Ey Ibrohim, sen butlarning so'zlayolmaydiganligini bilsan-ku", debdi ular. Butlar birovga foyda ziyon yetkazolmasa, nimishqa uningga ibodat qilsizlar? U so'zlayolmasa va anglayolmasa, qandaqsiga tilab qilinglarni ulardan tilaysizlar? Sizlar tushunamsizlar? Sizlarda aql yo'qmi? Debdi Ibrohim ularga. Ular qilg'ili gap topolmay, xijolat ichida sukut qilishga majbur bo'libdi. O't so'g'uq, ishlar bir yerga jam bo'lib, "Amdi qandoq qilamiz?" Ibrohim butlarni chiqib tashlab, ilohlarga haqorat qildi. Uni qandoq jazolasa bo'lar, deyishib o'zaro maslahat qilishibdi. Va oxirida uni kuydirib, ilohlarimizga yordam beraylik degan yerga kelishibdi. Shunda qilib ular o't yiqib, Ibrohimni o'tga tashlabdi. Biroq Alloh Ibrohimga yordam berib, o'tga, "Ey o't, Ibrohimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergin" debdi. Birdilla o't so'yib, Ibrohimga salqinlik baxsh etdi. Kishilar o'tning Ibrohimga hech qanday ziyon yetkazmaganligini, Ibrohimning o't ichida xushal va xotirjam turganligini ko'rib, o'z-o'ziga ishonmayla qoldi. "Meni Parvardigorim kim?" Bir kechasi Ibrohim bir yulduzni ko'rib, qalbini pokit orqali qoyil qilish uchun, "Bu meni Parvardigorimdir" debdi. Biroq uzun o'tmay yulduz bitib ketdi. "Yo'q, bu meni Parvardigorim emas, chunki Parvardigor degan yo'q bo'lib ketmaydi" debdi. Ay tulibdi. "Mana bu meni Parvardigorim" debdi. Aymo bitib ketibdi. "Yo'q, bu meni Parvardigorim emas" debdi. Tang etib osmonga qo'yib chiqibdi. "Mana bu meni Parvardigorim, chunki bu hammadan cho'ng" debdi. Kech kirib qo'yishmo bitib ketibdi. "Yo'q, bu meni Parvardigorim emas, chunki Alloh mangu tirikdir. U hargiz o'lmaydi, abadiy yo'qolmaydi. U haqiqatan kuchlidir. Hech narsa uni bo'ysundirolmaydi olmaydi. Yulduz ojiz, ta uni bo'ysundirdi. Ay ojiz, quyosh uni bo'ysundirdi. Quyosh ojiz, kecha uni bo'ysundirdi. Bulut uni to'sib oladi. Yulduz, ay va quyosh ojiz bo'lg'achqa menga yordam berolmaydi. Balki mangu o'lmaydigan, abadiy yo'qolmaydigan, hech narsa uni bo'ysundirolmaydigan, tirik, kuchli va hammadan g'olib Alloh menga yordam berdi debdi. Meni Parvardigorim Alloh. Ibrohim Allohning o'z Parvardigori ekanligini, Allohning mangu o'lmaydigan, abadiy yo'qolmaydigan, hech narsa uni bo'ysundirolmaydigan, tirik, kuchli va hammadan g'olib zot ekanligini tunibdi. Ibrohim yana Allohning yulduz, ay va quyoshning Parvardigori, shundaqla olamlarning Parvardigori ekanligini tunibdi. Alloh Ibrohimni hidoyat qilib, payg'ambar va do'st qilib tanlabdi. Qavmni Alloh tarafga da'vat qilishga va ularni butlarga ibodat qilishdan cheklashga buyuribdi. Ibrohimning da'vati. Ibrohim o'z qavmini Alloh tarafga da'vat qilib, ularni butlarga ibodat qilishdan to'sibdi. "Sizlar nimaga ibodat qilsizlar?" deb so'rabdi Ibrohim ulardan. "Butlarga ibodat qilamiz" debdi ular. Dua qilgan chiqimlarda ular duoyinglarni olandi, "Ya sizlarga foyda ziyon yetkaziladi" deb so'rabdi Ibrohim ulardan. "Yo'q, undaq emas. Ota-bobolarimizni shunday qilganligini bayqadik" debdi ular. Ibrohim ularga aniq qilib mundaq debdi: "Men butlarga ibodat qilmayman. Balki men butlarning dushmaniman. Men olamlarning Parvardigori Allohga ibodat qilaman. U meni yaratgan, u meni hidoyat qildi. U meni tamoq va ussizlik bilan ta'minlaydi.
Ağrıp qalsam, u meni saqaytidi. U meni qabzruh qildi. Keyin yana tirildirdi. Butlar yalqilmaydi va hidoyat qilolmaydi. Birovga tomoq va ichimlik berolmaydi. Ağrıp qalsa saqaytolmaydi, o'ltirolmaydi va tirildirolmaydi. Padişahning oldida shaharda bir zolim podshoh bor edi. Kishilarning hammasi podshohga sajda qilib, uningga bosh urardi. Podshoh Ibrohimning yolg'iz bir Allohdan boshqa hech kimga sajda qilmaydiganligini anglab, qattiq g'azablanibdi va Ibrohimni chaqiribdi. Ibrohim o'rdaga kiribdi. U Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi ekan. Ey İbrahim, senin parvardigarın kim deb so'rabdi podshoh. Mening parvardigarim Allah debdi İbrahim podshohga. Allah degan kim deb so'rabdi podshoh. Allah degan o'likni tirildiradigan, tirikni o'ldiradigan zot debdi İbrahim. Men bu o'likni tirildirayman, tirikni o'ldiralayman debdi podshoh. Va o'limga hukm qilgan ikki odamni chaqirib kelib, birini o'ldirib yana birini qo'yib beribdi. Andin qandaq meni o'ldirib tirildirayman debdi ko'ralgan holda. Podshoh turmudud ham mushrik ekan. Shua İbrahim podshoh va uning xalqiga haqni tushuntirish maqsadida podshohga Allah kuni sharqdan chiqara oladi. Agar sen haqiqatan qudratli bo'lsang, qani uni g'arbdan chiqarib boqqin debdi. Bundaq vaqt oldida podshoh eg'iz ochilmay qoldi. U qilg'ili gap topolmay xijolatga bitibdi. Otini da'vat qilish. İbrahim otasini Alloh tarafga da'vat qilishni iroda qilib, uningga "Ey ota, siz nimishqa olmaydigan va ko'rmaydigan jonsiz butqa ibodat qilasiz? Nimishqa qilchilik foyda ziyon yetkazmaydigan butlarga cho'qinsiz? Jinim ota, siz shaytonga ibodat qilma, balki olamlarning parvardigori, mehribon Allohga ibodat qiling" debdi. İbrahimning otasi g'azablanib, "Og'zingni yum. Agar yana gap qiladigan bo'lsang, mendan tayoqni yeysan" debdi İbrahimga. İbrahim turmu ahko'ngil va samimiy edi. Shunga u otasiga "Aman bo'ling ota, men ketdim. Bu yerdan ketib Parvardigorimga ibodat qilay" debdi. İbrahim qattiq afsuslanibdi. U boshqa bir shaharga ketib, shu joyda Allohga ibodat qilishni, ishlarni Alloh tarafiga da'vat qilishni iroda qilibdi. Makkaga İbrahim alayhissalomning qavmi, otasi va podshoh unga g'azablangachga, u boshqa bir shaharga ketib, shu joyda Allohga ibodat qilishni va ishlarni Alloh tarafiga da'vat qilishni iroda qilibdi. İbrahim alayhissalom otasi bilan xo'shlashib shahardan chiqibdi. U ayoli Hajarni ilib Makkaga qarab yuribdi. Shu chog'da Makkada nada quduq, o'stan, na odam va hayvonot bo'lmagan bir jazira ekan. İbrahim alayhissalom Makkaga yetib ketdi. U ayoli Hajar bilan o'g'li Ismoilni Makkada qoldirib qo'yib, o'zi qaytmoqchi bo'libdi. "Ey Allohning elchisi, bizni tashlab qayerga borsiz? Na suv, na yemaklik bo'lmagan bu joyda bizni yolg'iz tashlab qo'yishga sizni Alloh buyurdimi?" deb so'rabdi Hajar İbrahim alayhissalomdan. "Shunda bu ishga meni Alloh buyurdi" debdi İbrahim alayhissalom. "Undaqda Alloh hargiz bizni unutib qolmaydi" debdi Hajar. Zamzam mulqi. Ismoil qattiq ustab ketibdi. Anasi uning ussizlikni qandirish uchun suv izlabdi. Biroq Makkada na buloq, na o'stan bo'lmasa, qandoqmi suv topqili bo'lsin? Hajar suv izlab Safa teg'i bilan Marva teg'i o'tirsa, o'yindan bo'yinga yuguribdi. Alloh Hajar va Ismoilga yordam berib, ularga suv paydo qilib berdi.
Zimindan bulduqlab suv chiqishqa boshlabdi. İsmail bilan Hajar suvdan qongacha chiqdi. Shundan e'tiboran ziminda Zamzam bulqi hosil bo'libdi. Allah Zamzamga barakat beribdi. Har yili dunyoning har qaysi joylaridan haj qilg'ili kelgan kishilar Zamzam suvidan qongacha ichib, uni o'z davlatlariga ilib ketmoqda. Kichik do'st, siz Zamzam suyini ichib boqqanmi? İbrahim alayhissalomning tushi. İbrahim alayhissalom bir mezgildan keyin Makkaga qaytib kelib, oilasidagilar bilan jam bo'libdi. O'g'li Ismoil va ayoli Hajar bilan ko'rishib, oila shodliqqa cho'mibdi. İbrahim alayhissalom qayerga borsa, o'g'li Ismoil unga ergashib tilla beribdi. İbrahim alayhissalom o'g'liga borgancha amroq bo'lib ketibdi. Bir kechasi İbrahim alayhissalom uxlab yetib, o'g'li Ismoilni bo'g'izlab qurbonlik qilib tush ko'ribdi. U haq payg'ambar bo'lg'achqa, uning ko'rgan tushimi rost ekan. U Allohning do'sti bo'lg'achqa, Allah uni tushida buyurgan ishni qilishni ko'ngliga pukib, o'g'li Ismoilga: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushibdiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqma, sening qanday fikring bor?" debdi. "Ey ota, nimga buyurilgan bo'lsam, shuni ijro qilgan. Allah xohlasa, uningga meni sabr qiluvchi topsan", debdi Ismoil otasiga. İbrahim alayhissalom qo'lga pichoqni ilib, o'g'lini kayniga silib Minatiga yetib ketdi. U Ismoilni bo'g'izlash uchun uni yerga yincha yotqizib, bo'g'izga pichoqni suribdi. Alloh taolo do'sti İbrahimning o'zi buyurgan ishni amaliyotda qilgan yoki qilmaydiganligini ko'rib boqmoqchi. Allohga bo'lgan muhabbati bilan o'g'ilga bo'lgan mehrdan qaysining kuchli ekanligini sinab boqmoqchi ekan. İbrahim alayhissalom sinovdan o'tdi. Allah Jibril orqali jannatdan bir qo'chqorni avatib, Ismoilning o'rnida qo'chqorni bo'g'izlashga buyuribdi. Allah İbrahim alayhissalomning bu amrini yaxshi ko'rgachga, barliq musulmonlarni qurbon hayitda qurbonlik qilishga, mol bo'g'izlashga buyuribdi. İbrahim va Ismoil alayhissalomga Allohning rahmati va salomı bo'lsin. Tavba. İbrahim alayhissalom Makkada Alloh uchun bir uy bino qilishni iroda qilibdi. Chunki uylar ko'p bo'lmasmi, biroq masjid Alloh uchun ibodat qilinadigan uy texnik zaminda mavjud emaskan. Ismoilmu otasiga yordamlashib, Ka'bani bino qilib bermoqchi bo'libdi. İbrahim alayhissalom o'g'li Ismoil bilan tog'dan tosh to'shib, o'z qo'li bilan Ka'bani bino qilibdi. Ota-bola shiksti Allohni aslab, Allohga duo qilibdi. Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgan. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Allah İbrahim va Ismoil alayhissalomning xizmatini qabul qilib, Ka'baga barakat beribdi. Biz har bir namozda Ka'baga yuz keltiramiz. Musulmonlar haj mezgilida Ka'baga boradi. Ka'bani tavof qiladi. Uning oldida turib namoz o'qiydi. Allah Ka'baga barakat berib, İbrahim va Ismoil alayhissalomning xizmatini qabul qilg'ay. İbrahim, İsmoil va Muhammad alayhissalomga rahmat qilg'ay. Amin. Baytul Muqaddas. İbrahim alayhissalomning Sara ismli yana bir ayoli bo'lib, undan Ishaq ismli bir o'g'il tug'ilibdi. İbrahim alayhissalom o'g'li Ishaq bilan bir mazgil Shamda turibdi. İbrahim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalom Makkada Ka'bani bino qilgandek, Ishaq alayhissalom Shamda Alloh uchun bir uy bino qilibdi. Ishaq alayhissalom Shamda bino qilgan bu muqaddas uy Baytul Muqaddas Masjidul Aqsa bo'lib, Allah uningga barakat beribdi. Allah İsmoil alayhissalomning avlodlariga barakat bergandek,
İshaq alayhissalomning avlodlariga barakat beribdi. Ularning oldidan payg'ambarlar va podshohlar dunyoga kelibdi. İshaq alayhissalomning Yaqub ismli bir o'g'li bo'lib, Allah uni payg'ambarlikka tanlabdi. Uning 12 o'g'li bo'lib, ularning orasidagi Yusufning Qur'on Karimda ajoyib go'zal bir qissasi bor. Kichik do'stim, keling, men sizga Yusufning qissasini so'zlab beray. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان